Abdullah. Tez. Abdullah. Abdullah, nimanda qilsiz? Kichik boldak chaqirmoqchi o'rningizdan turmaydi ekansiz-ku. Oy. Abdullah. Nim bo'lgandi? Abdullah. Nim bo'ldingiz? Ey. Akşam beşim ağrıvatıdı o davatıdın. Qandaq? Endi saqib qağa o'xshamamsa? Ha? Ey. Pisa. Opa, tuz bo'g'ini. Apa, mağamsız yok. Endi mağamsız biz ketaveramiz. O'chaqda do'nga kelganda harvani kim ishtirishmaydi? Shu emasmi? Bo'lmasa dadam sizni o'tkazib qo'ysin. Uxlaveramdiki. Ala. Sizlar texmini aldiratqidek bo'ldinglarmi? Qara bularni. Apanglarni shaharga doim olib yursam, uylik ishlarni sizlar qilamsizlar? Bo'ldi. Mavlani evilanglar. Ala. Kechda nima yeginglar ba? Ha? Nima yetib beray? Ha, bolam. Opa, kalmant segim bor. Apa, mektep berishni unutib qolmang. Ukamdan sinf moderi nechiqatim dedi. Nima? Uch bo'lmsim chaqirdi yurgan. Uch qilmsim. Voy, xotirjam bo'linglar. Bu balla hech qanday cho'ng chataq chiqamaydi. Voy, qog'ozlaringizni yig'ishtirib. Maktabga o'zim berib, muallimlar bilan ko'rishib kelaman. Sizlar xotirjam bo'linglar, ha? Ma'qulamsiz. Tushda yolg'iz qoldim deb tamoq yeyishni unutib qolmang yana. Mendan ansirmigina? Ey, chaqaraq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz keldingizmi? Ha. Maryam ada, men 10 kilo sutni quyaptim ha. Salomat bo'ling. Tinchlikmi? Oy, sani qacha aslimi kirdimi? Oy, sani qacham kirddi-ku. Qandaq tinchlik Maryam bolam, tinchlikmi? Xudoga shukr. Bolam, avar qilgan bo'ldim. Mush sutni sotqach kelasizmi? Sotqach kelmamdigan. Rahmat. Men qo'yib eting. Buningdan tatinmay akirivasizlar. Shunday qilay. To'yning pach-parat xarajitim sutga qarashlikdan. Buni bilaman. Tag'amning kesili xili obdan bo'lib qolgandi. Xudoga shukr qizim. Xili obdan bo'lib qoldi. Pulni hozirlab berib eting. Oy, nim qilganingiz bu? Hozir ba'zim bo'ldi. Rahmat. Ma'qul hamma. Rahmat. Qo'shamsa kirib tursizlar. Hay balla, tez bo'linglar. Asta, nimanda qilgandi bu balla? Bugun tozimi kechikdi? Hey, balla chaqqan bo'linglar. Bo'linglar. Tez bo'linglar. Xo'sh dada. Tez bo'ling qizim. Bo'linglar. Bugun tozimi kechikdik. Ishtiringlar. Abdullah Xo'shamisa. Mera bir ish ekansa, qo'saqlaring eshitdimi? O sepray, ha? Qani. Ya. Tam ishtiraylik. Xo'sh qo'llaring. Aba, xo'sh. Vaqtida qaytib kelinglar. Kechirchilar, sizlarni saqlab qo'ydim, ha? Nega kechib qoldingizmi? Atdiganda ozroq ishim chiqib qoldi. Yordamchi. Keling. Men yordamchi. Rahmat. Astana. Akin. Bugun bek kechikib ketdingizmi? Hammanglarning vaqtinglarni olib qo'ydim, ha? Kechikisi yo'q, hech bo'lmaydi. Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan. Mana. Kechikadigan bo'ldi. Qanchalik olasiz? Menga 1,5 kilo ber. Birdan tutib turing, ha? Tezroq bo'lsangiz bo'pti ekan.
Yarım kilo alma dediniz. Ha, shundoq. Mana pul. Chaqqaroq bo'lsangiz bo'pti. Aman. Yaxshi. Manga 20 kilo bering. Ma'qul. Heliqi xosiyat degan qiz ko'rinmaydi-ku. Tunogimmi kamidi, bugunmi kamidi? Hacimning o'yidagi xosiyat degan qizni demsiz? Rost ko'rinmaydi. Bir ish bo'lmaganda. Rahmat-da, xo'sh. Menga 20 kilo bering. Xo'jayinni ranjitib qo'ygan biz ketkizibdi-mi? Yo'q, ketkizibdi. Tunugimni men uni texi qo'ro deb bo'dim. Ular süt almag'ini 2 kun bo'ldi. Ular almagan bo'lsa, boshqalarga setib etsangiz bo'ldi emasmi? Süt qo'y setilib ketadi. Şoğunisi, o kızga bir iş bulmaslı meyliği. O kızga neymiş bulattı, ensirmem. Xudayım sakla. Ay, Danyang, ni要多少？半公斤。Danyang，你腿好一点了吗？好多了。谢谢。那好啊。给。慢走。好，谢谢。赶紧告诉。Kimdi o? Oy. Kim o? Mana keldim. Bir gün turman deb ketib. 3 gün turganmı bormi? Tozimi haddingdan eshib ketding-ku sen. Oy. Bugunmi kelmagan bo'lsang, yolg'iz uyda o'lib qolsammi, enkimni chetib qo'ygudek odam chiqmasga, oy beshim. Oy. Gülnisa hacım, sizga nima bo'ldi? Oy, siz men tövendiki do'qmishda süt sotadigan Maryam bo'laman. Xosiyatning süt og'il chiqmag'iniga 3 kun bo'ldi. Shunga nemish bo'ldi-kin qarab boqay deb chiqib edim. Rahmat. Oy, Keslingiz xil ig'ir o'xshamamdi. hech qis yo'q. Avaylabmen. Rahmat. Yetib aramayling. Xosiyat turpanga tog'isini yo'qlab ketgan. Ay. Uning ketishiga ham shunday og'rib yetib qoldim.
Bir gündü kelimen dep ketibedi. Mana bugün 3 gün boldu. Mundaq dana, men texnimiş biraz süt ağıl çıkmaydı ki depdimen. Öyde başka bir kim yok mıydı? Eriniz mi öyde yok mıydı? Erinizin işi sizden xeyli çoğun oxşamamdı. Onun alemden ötkeniga 3 yıl boldu. Boptu, artık kaygırma. Oş, doğru yegengila kesel sakayıp ketmeydi. Ançı-munçı tamak yemisin bolmaydı. Men süt satqanim üçün sütni maqtavatqanim emas. Sütning rastıllı jıq kesellik paydası var. Aras, men sizge süt qaynatıp akirip berey. Undaq qilmang, bu qanchalik ishdi. Men sizga unchalik ish qilib bersam, nim bo'pti? Bu oshxona uy ekanda. Nim degan chiroyliq. Gülnisa hacım. Atanınız Ürümçide meskende. Uruq tuqqan qeyrindaşlarınız qo'ybadı. Çögünü ne qo'ygandı. Şundaq chiroyliq, yasıdaq öyde odam yolg'iz yakka yegani yashaganning nima ma'nisi? Çögün zodi nädidu? Ölüp ketken erinizning bola chaqa uruq tuqqanlari yo'qmi ekan? Oy. Gülnisa hacım, men sizni hacimede deb chaqiray, ya. Boshqacha o'ylab qolmang. Men bu shundaq chepilga qaraq ayol. Ayol kishining pul dunyosi bo'lgan bilan eri balchaqis bo'lmasa nim foydasi? Oy, yig'lamang, yig'idan nima chiqadi? Ko'nglingizni buzmang. Sütni ısıqdili içib eling. Elana. Bo'ldilar, nimaga yig'laysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sütni içib eling. Isıqdi içing. Bu hacimning behmi talihi barkan. Ölüp ketsimi yap-yosh ayoli hasratdan chekib o'ltiribdi. O hayat chig'ida to'limi obro'li kishidi. Manga qarang ay hojimada. Har qancha obro'li bo'lsaqmi, hamini o'limiz emasmi? Shunsiz fursatni cho'ng tutib baldırraq farzand yuz ko'rishning amalini qiling. Bo'lmasa, qiyirg'anda yolg'iz qolasiz. Yana kelib, shunchalar yasidaq ozod uyda yolg'iz o'tirasizmi? Zerikmamsiz. Kulisiz-ku. Men xato dedimmi? İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hem de bilekte ateş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Hem de beden bıraş hareketi. Bir, iki, üç, dört, beş,
6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana! Kızım. Oynadık. Bak oğlum. Çapsa bununla. Oy. Oğlum bu yak yine. Ulanı oyna. Aslında çeçinler ya bu. Hocam korkuna. Oy. Oldu. Abdullah. Çeçinler. Abdullah. Korkma. Baya kayıp gel. Hey, sizin bu yak düşüne. Oldu oynap gel. Sizin bu yak düşüne değil mi? Bak ya oğlum. Bak da. Ondan şu ha. Mahvol. Kara ha. Ha kızım ha. Oy. Ha attı. Ha. Ay siz mi çıksınız bomba mı? Oy kilo değil mi? Hey, adamı bozacak mı? Bolduk ulan. Anne ben sana çocuğuma. Bolduk ulan hepsi. Hayır ulan. Oy. Sadıgan ketay dadısı. Bugün sizge nim boldy? Şunçilik hisobatni tügütemaysiz go. Men go bu kemgeçe pul juturup koymagandym. Hay, muşu berket bergen ağzını ze. Bu öyüңді juturup koyacak bir narsa barmı? Aras, Meryem. Men bugün mektapqa berip, muallim bilen görüşüp geldim. Aras, muallim nim dedi? Balımız bir iş deyip koymagandı. Yo'q, hey. Muallim qizimizni shaharga o'tkazib o'qitadiganligimizni anglab bek xush bo'lib ketibdi. Xudoga shukr. Muallim bu yerdagi o'rta maktabni o'qitish saviyasi bek tuvan. O balla oliy maktab o'tamaydi, o'tgan taqdirdimi o'rta texnikum bilan ishchilar texnikumiga o'talaydi deydi. U bizni yana yiroqni ko'rar ota-onalar deb maqtadi. O'g'limiznimi zehni bek ochiqkan deydi. Ular zodi nima demoqchi ekan? O'g'limiznimi shaharga olib o'qitinglar deydi. Oshning dadiga to'q yetmabdi degan shu-da. Pul qarz elib kola setib olganimiz bilan kech yetib, sahar turib, tirmishib ishlab, aran qizimizning o'qish pulini qamdab olsak. Endi o'g'limiznikiga nega bormiz? Gapning rostini desam, mushundaq tatayotgan japoying qarab ballarni shaharda o'qitish niyatida yanamdiki degandim. Nima deganingiz bu? Men bolalarımızning bizga o'xshash mushundaq kunga kelishini hargizmi xohlamayman. Obdaroq o'yinib baqsaq bo'lamdikan. Yotqonga yiqib putuz kerakda. Bu gapingizmi to'g'ri. Herhalde biz tirmishib, avval qizimizni o'sib o'qitib olaylik.
Keç op ketdi. Yaxşısı aramalaylı. Balalarning ishni o'ylasamla beshim qotadigan bo'ldi. Elimi yaxshi ishki bo'lib qopti ekan. Jiqroq bo'lgan bo'lsa, qandaqmi qilardik ekan tang? Oş, bo'ldi. Artıq başqa turmang-a. Biz tatmagan qaysi japa qamıgan? 30 koy pul bilan to'y qildik. Mana hozir bir umdan bir qiz bir o'g'limiz bor. Ya'ni texi 4 qalimiz bor-ku. Hey, ishki gapning bir bo'lsa shundaqli deydi ekansan. Sen o'zingni bezlab otamsan yoki menimi? Amsa, qanday qilamiz? Danga. Meningcha, haqlardan qazab oqamdiq ya. Ayting, kimdan olamiz? Eliqi savutunchu. O o'g'lini o'ylashning taraddudini qilsa, bizga pul berib turadimi? Emis eliqi terichi Davudtunchu. Oş, mening undaq naahlarning oldiga bo'yin qisib bag'im yo'q. Hey. Qandaqmi qilamiz? Hey, ras eliqi shahardagi sut oladigan xaridorlaringdan so'rab boqamsan ya. Qo'ying, shaharliklardan ham tamoq qilmang. Ular oshqan-toshqan qattiq quruq nonlarni sutga hisoblab o'tkazdigan tursa, bizga pul qarz berib turadimi? To'liq ham xiyol qilmang. Voy xudoyim, meni bir kechili oqchashliq mo'may qilib etamdi kim odam. Bo'ldi, chiroqni o'chirgan yotimiz. Endi qanday qilsak bo'ladi ekan? Mana keldim. Voy, siz mitiniz? Qani kiring. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qani uy kiring. Deganlarim to'g'rimi ekan? Kala sutining haqiqatan foydasi chiqchimi? Mana chiroyingiz tunonkidan xeyli obdal bo'lib qopti. Rahmat. Maryam? Voy, Maryam singlim, nimancha avaro bo'lgansiz, ha? Tuzit qilmang. Men sizga sutni qaynatib beray. Ko'ringiz qayerda? Men tip beray. Mana, men topdim. Nimancha avaro ketgansiz? Bu o'zimiz tergan qo'noq. Ancha-muncha qora oshliq yeb berganning odamga ko'p foydasi bor. Shunga ikkita og'ash kelgandim. Xasiyatga qaytib kelmadimi? Yo'q, texi. Agar siz uningga qattiq gap qilamisangiz, men uningga bir necha yig'iz gap qilib qo'yay. Uyingizda telefonmi bor ekan-ku? Qaytib kelamisa, telefon bo'lsin berib qo'ysa bo'lmamdi. Bola degan hamini bola-da. Shunmismi? Uni azroq qo'rqitib qo'ying. Ikkinchi unda qilmaydigan bo'ladi. Hojimada, men qaytib keldim. Voy. Ishni yapmay o'tirib ketibsiz-ku. Voy, Maryamada, yaxshimisiz? Xosiyat. Endi kelganingiz nemisi? Hojimadam og'rib, qattiq yetib ketdi. Sizmisa ishning yo'lini bilmaydi ekansiz. Endi ikkinchi unda qilg'chi bo'lmang. Vaqt to'shib ketibdi emasmi? Men ma'musam bo'lmag'day, xo'shamsa. Xosiyat, uzitib qo'ying. Maryamada, xo'shamsa. Xo'shamsa. Maryam xonning kirishi bilan kesilimi yaxshi bo'lib, ro'yi oldimi, tuzilib qoldi. Ya Allah.
Xosiyat, Ha? sütni akirib oldingizmi? Akirib oldim. Yana uyda yig'ilib qolgan qattiq quruq nonlarni kallasiga bersin deb olib chiqib berdim. Bo'ldilar. Atili ko'rishaychu. Hesaplash mashinasi. Niyat kelib boshqani Hada, bu VCD plastikalarni udulimizdagi rassam qo'shnimizning xizmatchisidan so'rab olib chiqqandim. Siz choy ichgach o'tirib ko'rib baqmay, men sizga qo'yib beray. Qo'yib beqmay, ko'rib baqay. Men chiqib ketdim, ha?咱们喝杯威士忌怎么样？好，快点。Hacimede, tekçi çaylarını içmekliği. Çayları muzlap kalmışsın. Çapsan içi vasla. To'xtaxonada men bilaman 3000 qo'y pul degan oz pul emas, lekin yil oxirigacha cho'qim qaytirib beraptim. Siz men ko'p yordam qilgan, buni men bilaman, biroq menda unchilik pul yo'q-da. 2000 qo'y olsun berib tursangiz. Lazini kilosi qancha? Xop bo'lmaysiz. Qanchdi? Bir qo'y 5 ming. 1 kilo bering. Ma'qul. Qizim shahardagi to'liq o'rta maktabga o'tgandi. Raslibagidek holim yo'q, meni xijil qilmagan bo'lsangiz. Bilamsiz. Shahardagi ash to'liq o'rtaga o'tgan bolalar ko'p emaskan, lekin mening qizim imtihondan o'tgandi. Qandaqlı bo'lmasin, biz bir nevri qarindosh tursak, qazi bergan pulingni qaytarolmay qolamanman. Asta. Hey, maqra, senmi bilsa, Rizvangul nihoyat yaxshi o'qiyotdi. Mush yizi bo'yicha oldin qatorda o'qiganlarni Sancho, bo'ldi qilg'ina. Biz uni shaharga olib o'qitdi degan to'q. Asta, unchilik chiq pulni qachonmi qaytarib ola olaydi? Shaharda o'qitaman degicha, yizda o'qiyvas bo'lmamdi. Mush yilning oxirigacha sendan o'tmagan pulni cho'qim qaytiraman. Agar qaytarolmay qolib qolsam, kollarimni setib bo'lsa-mu cho'qim qaytarib beraman. Voy, gapimni anglasang-chi. Men urug' tuqqan deb seni qishimga keldim. Sendan so'rmay kimdan so'rayman? Ay, zubon sumaysan-ku. Jex, gap qilmay, ma go'sht olib berib. Bolalaringga shu men go'sht deb kelmadim, pul deb keldim. Ha, bo'ldi. Keling. Qanchalik olasiz, ha? Ha, ma'qul. Hey, Abdullah.
Unchuvala çiçilip ketmene. Bu tuqqallardan go men zadlı ümit kütüp bakmagan. Biz kembegal bolgandan keyin ular bizni nazarga ilmaydi de. Ularga halimizni aytgan bilen ular berber derdimizga yetmeydi. Özəngdə yox, aləmdə yox degan şu de. Bu pul həcəbmi özünü göstərdi? Opa, dada, qaytib Qaytib lan bala. Opa, bu görsətkücüm qarab beqinə. Sınıf boyunca oğulların içində birinci bopdu mən. Yaraysa oğlum. Appa. O balan. Bunundakin texnik Dada, qilishib o'qib. muallimdan anglasam, meni shaharda o'qitmoqchi bo'psizlar. Bu gap rostmi? Bu gap rostmi? Berib apangdan so'ra. Appa, muallimdan deganlar rostmi? Obdan balan. Biz shuning amalini qilyapmiz. Ajab yaxshi. Rustam, opamdan deganlarini angladingmi? Anladım. Mən to'liq o'tir maktabni shaharda o'qiyman deyman. Ajab yaxshi. Qanchalik olsiz? Mərəmədə teşlikmi? Teşlikmi? Teştirdingizmi? Qanchalik kilo olsiz? alay. Hacı madam undan turayotgan. Obdan turibdi. Oldidagilar tezroq bosanglarchi. Qandoq degan gap bu? Ma'qulamsiz. Mən meni veray. Niyə doşa? Ben Gonca. Bo'ldi, siz ishingizni qilavering. Bugun sizning vazifangiz tamoqni o'xshatib etishchimi? Ma'qul. Mehmonni men o'zim kutaman. Bo'ladi. Bering. Voy, Maryam xonim, keling. Qandaq yaxshi turyapsiz, tinchlikmi? Yaxshi. Uyingiz tinchlikmi? Yaxshi, o'zingiz sallamasa saqib ketgan o'xshamamsiz. Xudoga shukr. Qani shukr. Halatim sevdik. Voy, samsingiz bo'ldi. Öyləringiz bək çıraylıqçımı? Şəhərliklərinin öylərini köp körüb edim. Lekin, bunda qaşəmətlikni anca kömətdikən mən. Əpçi. Elhamdülillah şükür. Şəhərinin həmələn emisi yaxşı. Şoğunası, havası yaxşı əməsdə. Çırın sağlam, çırın. Xaltınızı sevəsiniz. Şundaq çıraylıq sahib camallı болып getirkənsiz. Qarang. Ballarının dadısımı daim şundaq deyitdi. Lekin bugün közüm içilib qaldı. Qaranga sizin çıraylıqlığınız ne? Nədikini, onda xecilqim var. Çırın. Qani. Xasiyyətdən anlasam, meni çaqırtıb dikənsiz. Bana deydiğən bir iş bağımıqdı. Heliq günü osmondan tushgandekli paydo bo'lib qoldingiz. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, bunchalik shifo topmagan bo'lardim. Sizga rahmatimni aytay desam, uyingizning nadaligini bilmaydi ekanman. Shunga xosiyatni chaqirib kir degandim. Siz bilan birdan mungdish o'tag'im batdi. Bu qanchalik ishni deysiz? Men faqat xosiyatga bir ish bo'lib qoldimikin deb ansirab, sutni og'ash kiribla to'g'ri kelib qoldim shu. Siz bekmi uchuq chiqishga qo'yalkansiz. Yana kelib qo'lingizdan bek ish keldik emasmi? Bundaq maqtashlaringizga arzimaymanmi? Siz shahar sirtidan har kuni necha ton sutni kelib sotsiz. Harg'an ashqingiz demay turayli.
siz boshqalar bilan shundoq chiqishdi ekansiz, ular bilan aloqangiz yaxshi ekan, mush ko'chirikilar hamma sizning ustingizni oladi. Ota-onangiz sizni o'g'il boldek g'ayratlik, jasoratli qilib beqibdi ekan. Uning ustiga siz gapga bek ust ekansiz. Meni to'la mazax qilmang. Men tuzukmi gap qilolmayman. Bizning odam doim meni sening hamma yering yaxshi, shug'unisi gaping tutam yo'q tavassa. Lekin siz faqat yog'limi gaplarni qilmaydi ekansiz. Odam sizning gapingizni anglasa, ko'ngli lappida ichilib qoladi ekan. Bo'ldi. Meni to'la maqtab uchrayvermang. Bo'lmasa siznimi boshqa shaharliklarga o'xshash takalluf so'zning keyinda biror cho'ng hojati bor o'xshaydi deb qolmay yana. Dada, xotirjam bo'ling. Men u maktabga kiralsam, cho'qim tirishib, yaxshi o'qiyman. Obdan qizim, deganingdek cho'qim yaxshi o'qig'in. O'qish puliga kelsak, uni opanglar ikkimiz bir amal qilamiz. Nimali degan bilan shahardagi maktablarning o'qish sifati yaxshi. Bizning birdan bir umidimiz seni eng yaxshi oliy maktablarda o'qitish. Tirikchilikni, balalarni deb mushundaq qilyapmiz. Bizning odam yosh vaqtida menbeng bo'lib, mashqda bir nashtal qo'riqsin sundirib olgan. Shundaqdimi bir xayrati bor. Ittiz ishi uydagi malvaran shuningga qarashliq tursa, unga yordamlashmasam bo'ladi. Shundaq. Uyimiz shahar sirtidagi davan yesida. Dehqon xalqning qo'li qanchalik pul ko'rdi deysiz? Uning ustiga ikki balamiz bor. Uy shaharga yaqin. Qatnashmo xil qulaylik. Şunu buldur kuzda bir necha tuyoq kola setib elib, oz to'lib hojibrat xarajat qilib, xashlayapmiz. Xudoga shukr. Tiriklikda niyatimiz durust bo'lsa, noumid qolmaydi ekanmiz. Beshingizga har ish kelsa, yaratgan egam vaqti kelganda tegishlik, jasorat, g'ayrat ata qiladi ekan. 10 yil ilgari chet elga chiqib edim. U yerda uzoqroq turib qolib, yotib qoldim. Chet elda bir necha yil turgan bo'lsam-mu, hammani yana o'z yurtga yetmaydi ekan. Mening o'z yurtimdan mehrimni uzamayotganimni ko'rib, o'lib ketgan erim mushu uyni setib elib, menga saramjonlab berib edi. Kim bilsin, rahmatlining umri to'liq qisqa bo'lib qoldi. Nima kesal bo'pti ekan? Nima desam bo'la? Yeshi 70dan eshib qolgan odamning nimadan og'rinchiligi bor deysiz? Shundaq emasmi? Bu gapchi u kishi bek boy o'xshamamdi. Shundaq. U to'liq puldor kishi edi. Dastlabda men u kishiga yotliq bo'lishni xohlamadim. Lekin u to'xtamasdan tuqqanlarni elchilikka evadi. Keyin hajiga bordim. Hajini tugitiblar. Aram xudo kun kechiraman deb o'ylab, bu to'yga rozilik berdim. To'ydan keyin u mening o'tida kuyib, suyida eqib, xizmatini qilayotganligimni ko'rib, meni yaxshi ko'rib, e'tiborimni qildi. Shug'unisi rahmatlikning umri qisqa kelib, meni yolg'iz tashlab ketdi. Meni dog'da qo'yib ketdi. Onçvala qayg'uraman. Bu dunyoda o'lmaydigan kim bor deysiz? Bir yaşangan kishining tartiga suv berganligimiz uchun savobini ko'rsiz. Rahmatli hojim o'zining ketib qoldig'ini ko'ngli tuyg'an chig'i menga nurg'un dunyoni qoldirib ketdi. Shu
Shuncha ko'p ta'alluq qo'limda bo'lg'ashqa. O'shundoq boyashab turmush kechiryaptiman. Ajab sat oldi. Undaq Sizga yig'lab ketdim. Hacimada tamoq tayyor bo'lib qolgandi. Chiqib yeb olamsizlar. Tamoqni birdamda tayyor qildingizmi? Shundaq Maryamada. Men kelgandan beri Hajimadam sizni og'ziga tegmay maqtayotdi. Rahmat. Amiz chiqib tamoq yeyli. Tatınma iline, xasiyet çay qo'ying. Mana. Birasi bilan hamroh bo'lib g'izolansa, nima degan ko'ngillik a? Qani. Yolg'iz odamning kuni bekmi test o'tdi ekan. Har qancha esil g'izo bo'lsa-mu odamning tiliga tetmaydi. Xasiyet bor emasmi? Meningcha u xil tuzukdek ko'rindi. O'g'o shundoq, lekin nima degan bilan u degan xizmatkorda. Odam ko'nglidagi gapni ko'rgan odamga tegilmaydi ekan. Uning ustiga o'palida odamning holiga yetamdi. Bu deganlaringizmi to'g'ri? Meni ko'rgan ishga aralashgan deb qolmang. Siz bir hamroh tiposingiz bo'g'idek. Yosh odam hammani yolg'iz o'tamaysiz-da. Olamadsiz. Og'rib qolsangiz yoki qiyirg'anda qanday qilasiz? Choy iching. Erimning qazo qilib ketganiga 3 yil bo'ldi. Shuningdan buyon yolg'iz yashab kelyapman emasmi? Ammo mushkullarda to'liq g'erib sinib ketyapman. Helim yaxshi. Uyda televizor bo'lib qopti-ku. Bo'lmasa bu kunlarni qanday o'tkazatdim? Buni siz tushunmaysiz. Tushunmamdigan. Hayvanat qushlarmi jufti bilan yashaydigan tursa, odam yolg'iz yashay olamdigan. Obdan singlim, yog'dek gap qildingiz. Men bugun sizni yordam qilamikin deb maslahatga chaqirgandim. Nima? Meni da'vatamsiz? Shundoq. Mening mo'g'o do'styaran tunish bilishlarim bor. Lekin ularning ko'pinchisi taqvodor hojimlar. Ham hoji xonimlar. Ular bu haqda tishirib ig'iz ochmoqmi tez. Ota-ona, qarindoshlarimga kelsak, ular Urumchida emas. Ularga degan taqdirdimi, ular nima deb o'ylab qoladi deysiz? Choy iching. O'zim topay desam, mush saloyitim, mush turqim bilan ayollar aralash to'plangan o'yin tamash so'rlarda jursam, xaqla meni nim deb qolar deb gap so'z chechakdan qo'rqaman. Tul ayolning kuni haqiqatan taskin. Ko'nala pul bo'lsa jangalda sho'rpa degani bilan, lekin pulmo hammaga qodir emaskan. Shunday emasmi singlim? Ikkalan azaldan ko'rishib baxmagan. Lekin siz iliq kuni menga shunday yaxshi yordam qildingiz. Bu-mu Xudoning taqdiri. Bizning ochiq-singillik rizqimiz qo'shilgan o'xshaydi. Shunga sizga to'liq ishonsam bo'g'idek. Mubodo urug' tuqqan, xulum xo'shlar, tunish bilishlaringizning ichida o'zi yuvosh, samimiy, muloyim birasi bo'lsa, surishtiqib baqqan bo'lsangiz. Albatta, bu ajringiz uchun sizni o'bdan rozi qilatdim. Menga qadimingizni quruq qo'ymaydim. Hargiz undaq deyman. Siz meni shunchalik nazaringizga ilib, menga shuncha ishongan yerda
Mənmə əlbəttə layiqli iş tutuman dana. Lekin bilmedim sizge qandaqaraq adam. Ondaq demisiniz-chi, men sizga to'liq ishonayotgan yerda siz Bo'pti. Bu ishni men bir o'qishib baqay. Agar muvofiq bir as chiqsa, men sizga darhol xabar qilaman. Vaqt bir yak berib qapti. Oy, Endi mangmasam, bolalarning dadisi xafa bo'ladi. yana birdam o'tdasangiz bo'ladi. Ma'qul, Quruq xo'sh, qaytadigan bo'ldingizda. Oy, to'xtang ukam. Sizga ikki qiz gapim bor dema uyga kiring. Kiring. Aldirmang birdam o'tiring. O'tiring ukam. Bu sizga tayyorlagan azroq sovg'amni qabul Hech qilaman. hech ish yo'q. Bu nima ish? Undaq demang. Bu mening kichkina ko'nglim. Unda qilsangiz qanday bo'ladi? Bu 2000 qo'y pul. Ikkimizning yuz ko'rish sovg'asi bo'lib qolsin. Bo'lmaydi. 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 Bu mening azroq ko'nglim. Men texsizga ish qilib bermay turib, bu so'g'larni olsam qanday bo'ladi? Men qilgan yordamingizga aytadigan rahmatim boshqa texi. Tuz qilmay eling. Meni xijil qilmang. Buni hargiz olamayman. Hargiz undaq demang. Ikkimiz och-singildek bo'lib qolgan tursak, yana texi men yod ko'ryotam siz singlim, undaq qilmang. Eling. Yo'q. Xosiyat, bir so'lay holda chiqmay. Meni to'liq osal ahvolda qo'ydingiz-ku. Yo'q, undaq demang. Hargiz undaq demang. Endi bularni olamanmi? Voy, bu kichkina narsalar-ku. Mana akeldim. Akram. Nimsatchilikdi bu endi. Ha, bo'ldi. Malonni sevitayli. Bekli aldirab qoldingiz. Yana birdam o'tdasangiz bo'ladi. Rahmat, elimi toza o'tdadim. Qondirvag'im batdi. Qo'nib qolgan bo'lsangiz ikkimiz toza mungdi shattiq emasmi? Rahmat. Bek koyib ketibsiz. Yo'q, Men bo'ptansa. Buni ilib eling. yo'q bo'ldi. Endi buni olamayman. Yo'q, undaq dema. Amsam zot bo'lmaydigan o'xshamamdi. Amsiz men xaf bo'laman-da. Ma'qul amsa, men cho'qim bir amalni qilay. Yo'qib ketmay. Xo'sh. Bundakin kep turing, ha? Xo'sh amsa. Xudoyimga omonat. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum qizim. Alaykum assalom. Ba, qani kirishdilar? Qani kirishdilar? Hojimada, mehmon keldi. Mana. Assalomu alaykum. Gülsacığım, teşrifmo, teller salomatmi? O'zdircha teshtirdimi? Teshtirlar. Kelsa teshtirmi? Teshtirlar. Qani siz quraytinglar. Qani. Qani xo'sh. Xo'sh. Amin. Allohu ekber. Qanday Qanday teşriflar. Hammalarning uy ichilari tinchlikmi? Teşrif. Hacı xinim, özlerimi optan to'ldim ki, sizni og'rib qopti deb sizni yo'qlab keldim. Unda xil yaxshi bo'lib qoldim. Xudo shukr. Rahmat balam, rahmat. Rahmat qizim. Rahmat. Qani choyga beqasizlar. Qani. Asla. Nima istayapsiz? Tamaka. Xafa o'tamsiz? Albatta xapalayman-da. Man qara. Mushu bir necha kundan beri hadisli kechida kelgan bo'lib qolding. Sen sütungni satmay, dallollik qilib o'tamsan? Nimanchilar satib qilgansiz? Men ikki bolaning onasi bo'lgan ayolingiz-ku.
Haq samimiy ko'ngli bilan yordam so'rayotsa, yana bir talay pul bergan tursa, men shu bolalarimizning o'qish pulini g'amlab olamizmikin deb shunday qilyapman-ku. Ahmaq xotin ne? Xotin, mush 2000 so'm bilan bolalarning shayli ulatdimi? Mush 2000 so'm bilan ash xotinning shayli ulatdimi? Jamba. Xotinning bag'rizligini biz har qancha namrat bo'lsak-mu, kunimiz qadravol o'tayotdi-ku. Kishilarga unda qo'l sunmayli. Xudoga shukr. Balamiz xili aqlli cho'ng bo'ldi. Agar pul topolmay, dashad o'qitamisak, bizga o'xshash dehqon bo'lib ketadi. Yo'q. Men bolalarimni oliy maktabda o'qitgan. Ularning bizdek bo'lib qolishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Bir urma. Dada! Balam. Oppa, keldinglarmi bola? Aka sumkangni. Dada, Terlab ketganingni ne qara. bo'ldingiz? Eshitdim bo'lmadim qizim. O'zlaringlarni shu balam. Darsinglarni tayyorlanglar. Men topshiriqlarimni ishlab qo'ygandim. Dadamga yordamlashay. Kechiring, dada. Ishimizni qilaylik. Opa, men topshiriqimni ishlab qo'ygandim. Ma'qul bola. Elingning tuzini yegaysan halol. Tuzchining oldida bo'lmagan malol. To'pongdan nima uchun yasalsiz bo'lsa, tuzi yo'q tuproqdan tutmagay saqol. Ozg'ina ajrimga qilma tamanno. Maqtanchoq hech qachon bo'lmas dana. Ajrimning qimmati zoti qanchalik, xaloyiq bargisi o'rinliq dana. Balam, sen bir tal yedin. Qo'lingni avayla qizim. Dadisi, siz bir tal yeb qo'ying, ma'qulmi? Yemayman. Kompyuterimni aldamoqchimi? İşte, xiyolingiz men sizni aldab ketdim-da. Gap qilsam hadini oshib ekanda, işte. Bo'ldi, nima? Hacimede, çayını akırıp koydum. Hacimede, bugün burunrak aramasla. Hacimede, gözlerini açsıla. Sütçü Meryem edem kepti. Kim o? Sütçü Meryem edem. Hili sütçü ayol mu? O sizni pek saklap ketdi.
Voy, nimişki meni baldırak oğutu etmediniz? Çapsarak bolun hamısı. Meryem, yaxşıtırdınız mı? Teştiripsiz. Yaxşıtırıpsiz. Et degenden sütünü setip oldunuz mu? Yoki men xoş xabar yetkizgili kirdiniz mi? Meni əp oqilib. Qaraganda men siz topshirgan ishning hudisidan chiqqanmig'idekman. Kecha tun bo'yi o'ylab chiqdim. Lekin sizga loyiq keldik bir odamni topolmadim. Men taniydiganlarning hammasi dehqon odamlar ekan. Shaharliklardan sut oldigan xaridorlardan boshqalarni tanimaydi ekanman. Men yordamimni sizdan ayamayman. Lekin hozircha bu so'g'larni sizga qaytarib turay. Sağ gelin. Aval, çay pay içeyli. Hasiyet, çay ekirine. Ana hazır. Şundak. Evet. Bu işte sizni qiynab qo'yibdi men. Bunun kişiden yordam so'raydigan ish emasligini cho'qim bilishim kerakdi. Undaq qilmang. Yig'lamang bo'lamdi. Bu dunyoning ishlarini oldin o'lcharlamak to'limi taskin. Hajga berishdan ilgari men bu kishilarning zo'q kegidek moda qizlardan itib talay yigitlar kaynimga kirgan. Tanlab taz uçurabdı degandek. Qo'lidan ish kelmaydigan bir noahli qimavozga tegib qapti men. Onun bilan 3 yil uy tutdim. Arada bir farzandlik bo'ldim. Balamni atsız yetim bo'lib qolmasin deb tishimni tishlab hammadanga bardoshlik berdim. Lekin ko'p o'tmay bechora qizimga qizil chiqib qoldi. Uyda Babul Bisat'nın hammasini o qutturib tugitib o'tkazgan. Bechora bolamni davolatish amalsiz qoldim. Balaning ko'z oldimda o'lib ketayotganiga qarab turmoqdan boshqa amalim bo'lmadi. Keyin Xudoning irodasi bilan bu hojimga uchrab qoldim. O kishi yeshi cho'ng bo'lsa-mu, muloyim, oq ko'ngil, yuvosh odam edi. Gerçi o ko'nglimni olamagan bo'lsa-mu, menga intayin kuyunatdi. Holimga yetadi. O kunlarimiz to'limi tez, shunday ko'ngillik o'tgandi. Ama hozir mana 9'um telligidek bo'lsa-mu, lekin yolg'izlikdan o'zimni yanada bir sho'r peshan ekanligimni his qildim. Belki men maqsadimni aniqroq tushuntiramiga o'xshayman. Men hargizmo atoq, obro'y, nom nasab, pul boylik deganlarni qo'g'lishib yurmayman. Menga faqat samimiy bir odam bo'lsa bo'ladi. Menga faqat
bir hamroh bo'lsalar, halimga yetgudek bir odam bo'lsa bo'ladi. Bu qandaq mushundaq bir odam tepilarmi? Tepilibmi qala? Lekin tushundim. Men tushundim. Bu nima qilganingiz? Konularda odam kiyim bilan ot ega bilan degan gap bor. Odam o'zini tuzimiz bo'lmaydi. Mao 3000 ko'yni ag'ash ketdim. Agar qo'l qisqaroq odam bo'lsa, mush pul bilan usti boshlarini o'ngshib olsin. Odam sat emas, kiyim sati deydigan gap bor emasmi? Masalan, sizni olaylik. Agar sizmi-chi bir qo'r chiroyli kiyim kiysangiz, ravrus kirim qilib, yana bir jirish siz bu zinat taqab yiqma, rosa ko'zning yig'ini yeydigan soyib jamonlardan bo'lib ketsiz. Sizni ko'rgan kishilar og'izni ichib qoladi. Oy. Keyin sizni-chi ayrim rozi qilolaman. Siz avval mening gapimni anglang-a. Men o'tganda gapning hammani senga deb bo'lgan. Endi yana bu pulni ko'tarib kelsang. Uningga bir loyiq deb bersakli bo'lmadimi? Bizdan nima ketadi? Uning ustiga biz hozir pulga shunday ehtiyojli tursak, qizimizni o'qitadiganga pulga ehtiyojli deb haqning 5000 so'mini qaqib so'qitsa qanday bo'ladi? Bu qaqib so'qitganlik emas. U o'zi badi Abdulla siz to'xtab turing. Ha, nima? Bu pulni men bolalarni o'qitishdan Dallallik qilib topgan pulga men bolalarni o'qitmayman. Bu nima degan sat gap? Bu pulning keragi yo'q. Pulni siz olmasangiz nega opasan opa? Qanday degan gap bu? Bolalarning o'qish pulini qanday qilamiz? Qizimizni pulimiz qanday o'qitmoqchi? Siz dafetma. Bo'lmaydi degan gap bo'lmaydi. Bu uyda men degani bilsam. Endi qanday qilamiz? Senin gapinga kirib, odamni izlab baqdiq. Biroq hech qanday natija chiqmadi. Baka Adembeka, shapalchiligimiz qoldi shu. Nima degan avorchilik? Pulni qaytarib o'tayli. O pulni men allaqachon ishlatib bo'lgan. Nima? Shuncha jiq pulni ishlatib bo'ldingmi? Shahardagi to'liq o'rta maktabga qizimizning 1 yillik o'qish pulini to'ladi. Dadingizning ko'ziga tushgan aqn davolatish uchun 1000 yuan berdim. Qo'limda yana nima qoladi? Hey, hamakat xotun. Bu ishni bitirib qilib bo'lmay turib pulni hajlab bo'ldingmi? Ma xotunning ahmoqligini aplijama. Sen hamakat xotunning gapiga nima deb kirgandi men, ha? Jahondagi erlarning eng ahmoqi xotinning gapiga kirdi. Mana men gaping kirganiga men bu ahmoq.
Ay. Man qarang, men bir amal topdim. Qanday amal topding? Qanday amaling bor? Eringni ichqib satmoqdan boshqa amaling yo'q sening. Sitversam-chu. Hey? Ha? Rost setyapsan? Qara seni. Oy. Hey? Hacı xonimga meni berib etmaydigansiz? Men sizni shunday yaxshi ko'radigan tursam, rostini berib yetdimmi? Rostini berib o'tdimmi deysan? Yolg'ondan berishing bormi titaqa? Sen-chi, mushu susatqandan beri o'zgarib ketding. Meni kesalman, pul topolmaydi demsan, ota-onaning ishi ko'p demsan. Sen mushuni bahona qilib ajrashmoqchiman? Pul deysan. Sana zaten qanchalik pul lozim-te? Agar sen pul lozim bo'lgan bo'lsa, kallarni chiqib setitili, o'lim setitili. Siz nimandaq mening maqsadimni tushunmaydigansiz. Qanday qilsa qoldi? Siz zot maqsading nima edi? Nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Kim yo'lsizlik qildi? Mening gapimni anglab baxmamsiz. Men sening gapingni anglagan. Endi sen meni do'tibek bo'lasan. Ko'rinish uchun mundaqli berib qo'ysan. Sen birlar Allohni deysan. Nimandaq doimli yerim kecha so'qishib odamni uxlatmaysizlar. Gapinglar bos chiroyli qilsanglar bo'lmamdi. Bu Dada, appa, yana mening o'qish pulimning jetlimi? Bo'ldilar. Pul uchun emas, bolam. Bo'ldi. So'qishmanglar. Men bu shaharda o'qimay, bo'ldimi? Balam, biz o to'g'riliq so'qishmadik. Bo'ldi, chiqib uxlanglar, bolam. Chiqib uxlanglar. Jirafkam, uyqumizni uxlaylik. Men bu shaharda o'qimayman. Dadam bilan kola boqaman. Koladan yuzni baqsaq-ku, mushjidal chiqmas. Anlatamsiz, gapimni anlab beqing. Xamxayol qilma. Siz bir ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Undan keyin mumkin emas. Bir mezgil o'tkazib, bahona topib. Bu gapingni anglamayman. Nechasimiz chiqisholmaydi ekan deb qo'yib kelmamsiz. Men hargizmi bormayman. Shunday qilsaqlar, u pulni qaytarmoqda yo'q. Yana bir oz pul undirib olaymiz. Uxlamay tush ko'ryapsiz. Hozir tun yerim bo'lib qoldi. Bolalarning qiymati qilyapman. Emas o'zing bor. Sotmoqchi bo'lsaq o'zingni sot. Ko'chada undaq ayol ozmi-te? Yuzingni servitib, qo'sh xotinlarni dorab, ko'chilg'i chiq. Abdullah! O la'natga ko'r. Ma'qul. Bolalarım müşahede kalıp aksın. Estağfurullah. Ben nima degan shu peshona. Ey bo'ldi, baqirma, bana o'g'ni ketdi. Valla o'g'ni ketdi. Bana o'g'ni ketdi. Afsusli shumi.
Hacimede, almını ne koyay? Әкелің, маған бер. Atan kam, latan mı dep? Aslı sizden. Latınız kamken emes mi? Bu kiyimler sizge bekli yarışıp gitti. Ekile? Hoş, saralıklığınızın çandırmana. Şuna. Düşküm yok. Oy, nime dakılsız? Oldu kayıtıp giteli ço. Şuna, kep boğanda nime dakılsız? O siz... Ya, ikinci kavatta. Ben ustam, rahmet. Çırağa. Makara, kirmeyli ço. Ay, nime dakıldığansız mene? Kirmeyli. Men şu tapta kirip koysamlı çıkamaydı kandakta tuyulup atıdı. Makıl digine kirmeyli. Kirmeyli. Acaba kızıqkensiz, ixtiyar özünüz tursa, haqsizini neme qılalaydı? Meni qizg'animdan qaraganda o bir saat xuddi o'xshamanda. Yoki bo'lmasa terkisli bormi ya? Ularning binoga kirib kelganligini ko'rgandim. Uyga tex chiqarmayotdi-ku. Xosiyat, siz kirib ishingizni qilgan bo'ldi. Ma'qul. Qiziqkan sizga mamam. Menga xuddi kirib qo'ysamli chiqolmaydigandek tuyulyapti. Undaq bo'lmaydi. Menga. Ay, to'xtang. Uni ko'ribla o'zgarib qolmang yana. Nimalarni da'vatqansa? Rostayman, qiltaq ilinib qolmang. Amisa. Bo'ldi, chiroq. Oy, ular kelgan o'xshaydi. Men. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani kiranglar. Tinchlikmi? Tinchlikmisiz. Qani, yuqori chiqaylik. Qani xo'sh. Allahu akbar. Tinchlik. Bu kishi erimning bir navri enisi bo'ladi. İsmi Abdullah. Teşekkürsiz. Bu yoq men sizga doim gapini qilib beradigan
Gülnisa hacım buludu. Xosiyat. Eklang. Qani, çaydan ilang. Rahmat. Biz yo'ldan o'tib ketayotgach, kirib o'taylik deb kirgan to'q. O'zlarini bak avar qilib o'tibdiq. Undaq deyman. Hacı madam degan jahon ko'rgan ayol. Har qachon mehmonlarga dasturxon ekan. Tatınmay, meseleyi beqinla. Çay için. Appa! Dada! Appa! Biz keldik. Biz qaytib keldik. Appa! 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 Hadi, dadamla apam yo'qtirdi o. Tazı obdan yedik. Dua qilib berma. Oy, tuzuk yemey. Nim qilganinglar bu? Tazı yedik. Obda yedik. Bak o'xshab keldik. Sizden kelsin. Amin. Allahu akbar. Rahmat. O'zini bak qayta tutdik. Ma'qul amsa. Men mushinchilik o'tiray. Bolalarning maktabdan keldigan vaqti bo'lib qoldi. Menmi qaytay. Siz hacı madam bilan birdan paranglashib andin qaytasiz. Men qaytmasam bo'lmaydi. Yan birdam o'tirib çay içip mamay. Tazı avar qildik. Birdam o'tirsangiz bo'ladi. Xo'sh. Unda xo'sh to'xtab turing. Men sizga o'tirib qaytdim. Nima deyman? Avval qarab nima demamsiz. Ma'qul amsa, men qaytay. Quruqlik qaytgan bo'ldingiz, men asosan bolalarga aylanay. Yana bir necha avar bo'lib ketibsiz-ku. Bo'ldi, uzatmang. Mehmon yolg'iz qolsin. Bo'pti, misa. Ma'qul, xo'sh. Xosiyat. Mahadashni uzatib qo'yg'ash, taksim sep qo'yganchimi? Voy, bo'ldi. Bo'ldi. Tamam, bolalarga ag'ash ketdim. Rahmat. At kelish unutib qolmanchimi, misa? Xo'sh. Uyga chiqib olsam-ku. Uyga chiqsam bo'lmadi. Tazim uzoq keldingiz-ku. Birdan paranglashib o'ltirib qoldik. Qanday bo'ldi? Nimani ham deyishdinglar? Qanday qiladi? Men sizni rostila chiqishib qolsin deb ivatmagan. Abdullah. 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 Kopongnya mangaili. Turungnya.
Dada! Dada! Apam mağaylı deydi. Dada, kopun Rüstem, kopa mağamız. Mağaylı. Rüstem, mağay. Dada, biz kettik. Opa! Opa! Apa, özlerim bir tamak yiyemiz. Hey, aldın mı? Aklımdan birden kırıp vermem, aklı hoş. Hey, kına oğlum, teştik. Valla teştik. Siz mi baktınız çıkmadın mı? Telefon tuttur ha. Hey, aldın mı? Ne geçti vermem. Aklı hoş yapsın. Uy. Hacımədə. Heç durubsiz. Heçlik. Ondan durubsiz. Oturun. Birdən usuzluq bilan to'rt akiling. Bo'ldi. Uy ichingiz tinchlikmi? Tinchlik. Bizning heliqi tuqqan pisantingizga yaradimi? Qanday qaraq ekan? Yaramamdigan. Shundaq o'tdan tuqqaningiz borligini sadla o'ylamabdi ekanman. Turqidan yuvosh, muloyim kishidek qiladi. Shundaqmi? Men tex sizni jahon ko'rgan ayol tursa, bizdek saraliqlarni yaratmasmikin deb edim. Undaqmi bo'lamdigan? Saraliq bo'lsin bo'pti. Mening ota-onammi saraliqdi. Eling-a. Sizni xato tanlamabdimanchimi? Sizning sababingiz bilan bir yaxshi odamga uchragandek qilaman. U ilgari xeyli dard tatgan odamdek qiladi. Dada! Dada! Ha? Hoş emisi, hoş. Kızım, Dada! sizin çıktınlar mı? Ha. Canım, kaytaylı. Dada, siz yana shaharga kiribsiz-da? Ben eligen sizin ekirip koyduğunu kirgenliğinize ters çık ketmedim. Mektapı kelgen tuncu günüler savaktaşlarınız bozak kılıp sizni jığıltıp koymuşsun da çık etmegendim. Dada, siz bek yaxshicimi? Qanday kızım, yaxşı boptu mu? Boptu. Nima? Qanday kızım, burunqi yüz mektubun qaraganda bu mektep yaxşı mıken? Yaxshi. Muallimlaring, savaktaşlarımçı? Hammasi yaxshi ekan. Bizning sinfda cho'ng boshliqlarning baldırdimi nechisi bor ekan. Ular mening izchil 3 yaxshi o'quvchi bo'lib kelayotganligimni anglab, menga nihoyat hurmat bilan muomala qildi. Muallim texi sinfda apam ishqalarimni maqtadi. Bizni maqtadimi? Ha. Muallim texislarni yiroqni ko'rar, g'oyalik ota-onalar ekan dedi. Dada, ukamni mush maktabda o'qitaylik-chi dada, ha? Endi qanday qilay deysiz? Meningcha, u kishi bo'g'idek. Bo'y turqimi joyida ekan. Uning bilan bir mezgil oralashib ko'raymikin deyman. Durust. Avval sinab ko'rib beqing. Keyin chiqishamay qolmang. O'zingizga ma'lum, men haji qilgan. Uning ustiga tul qoldim. Bir kishi bilan to'y qilmagan ahvolda oralashib yuraversak qamlashmas. Shunga meningcha nikoh o'qitib tursak bo'larmikin? Agar muvofiq ko'rsanglar, hozircha u mening uyim turaversin bo'ladi. U chaqda o'zaro tushunishimizmi oson bo'ladi. Nikoh o'qitamizlar? Agar qo'shilmasangiz, bo'ldi qilsakmi mayli? Yo'q, men emas. Meningcha men u nima deydigan da'vatim ana.
Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Keyingi ishlar taqdirining o'rinlashtirishiga bog'liq. Ikkimiz chiqishib qolgandek, uning bilan mo chiqishib qolamiz. Bu so'mkadagi pul minnatdorligimiz bo'lib qolsin. Bunda qilsangiz qanday bo'ldi? Qilmay eling. Qarsam, uning o'qishidagi kiyimlari qilib ekan. Boy bozorda bir qor yaxshiroq kiyim olgandim. Ag'ash ketding. U almashtirib olsin. Eling, bundan keyin urib tuqqanmi bo'lib qolamiz balkim. Bo'pti amsi. Hargiz tuz qilmang. Shundoq bo'lsin ukamma. Ma'qul. Ma'qul, xo'shamisa. Atda bizni uyga bir kapkasini etib qo'ying, ha? Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamisa. Bu Kabe Beytullah mı? Ha. Hey, nima degan haybatlik ha? Demak, sizlar bu yerga berib tikanlar-da? Shundoq. Men borgan. Agar rizqimiz qo'shilib qolsa, silinimi Makkaga opiraman. Menimi? Ha. Ikkimiz ibodat ham ziyorat qilg'ash, oz-to'la tijorat qilib kelamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Men boramayman. Voy, bu nima deganlari? Hargiz undaq deymizlar. Hey, qarsam, toz xushal emasdek ko'rindilar. Ko'ngillarda bir ish bormi nima, ha? Turmush deganning bosh oxiriga bir nim demak ta'skan. Mening shundoq yaxshi bir oilam, bir qiz, bir o'g'lim bordi. Qayg'urmisizlar. Men sizning hamma azoblarini unutildirman. Men mana mushu o'yla o'zlarining kelib igdorchilik qilishlarini kutib turibdi. Azroq pul opirib, uylardagi ishlarni izg'i selvaslar. Bolalarni obdan o'rinlashtirib qo'ysizlar. Andin odam chaqirib nikah o'qitib olaylik. Qandaqli bo'lmasin, men muqaddas ibodatgohlarni tavob qilib kelgan ayol. Nikah o'qitmay turib bu uyga kirib chiqib jursizlar. Haqlar so'z cho'chaq qilmamdi. Shunga qoida bo'yicha odam chaqirib nikah o'qitib olaylikmikin. To'y xitini kerak olsaqmi bo'ladi-ku, ha? Bo'ladi. Ha, endi qanday qildik? Gap qilmamsa? Endi sening nafsingga to'ygandir. Lekin pul xarjlagan kishining niyati bir er bilan tanishlar emas ekan. Sanza. Hammasi uy uchun-ku. Acaba bu uy uchun ishlaydigan menlimi? Endi chog'da u bir odam tanishtirsanglar bo'ldi degan. Onun sizni bir ko'rikli ish boshlab kelishini kim bilibdi? Sencho, oxiri mush uyni vayron qilasan. Endi
Әмді қандақ қылық. Nikah o'qitishga qo'shilganimiz uchun u menga yana nurg'un pul berdi. Pulni olgandan keyin ishimizga tiqib olsak qandaq bo'ladi? Undaqda menchi. Men degan yog'och emas. Mening oldimda turibotqani balki kishini maftun qiladigan nazokatni urg'ib turgan bir ayol. Biz uni oltimoq tugul. U meni ozdirib ketadigandak turdi. Bir kun emas bir kuni mendan ayrilib qilib, kim görüp yig'laysan ki qani? Shu vaqtda ko'ramiz. Mumkin emas. Men uningdan yosh, u mendek chiroyli emas. Yana bir qiz bir o'g'limiz bor. Da'vatgan kepini. Sadaqan ketay Abdulla. Nemishqa siz ham ishni yomonliq jo'raydigansiz. Qizimizning shahardagi o'qish pulini topshirib bo'ldim. Uning qanchalik xo'shligini sizmi ko'ryapsiz? O'g'limizning o'qishining g'amini qivaldiq. Ular to'liq o'tirni bitirgicha biz jon tikib ishlasak, ular oliy maktabga kiralislar. Biz murodimizga yetmamdiq. Biraz chidayli. Bolalarımızın kelajagi uchun, bizning kelgusimiz uchun bir mezgil bardoshlik berim. Sizni iyak ivatishga mening ko'nglimni unaydi demisiz? Yolg'ondan bo'lsa nikahni qilay. Endi biz haqni oldiganni oz deb Xudonim aldaydi ekanmizda? Endi qanday qilamiz? Bizni Xudo o'zi kechira. Xudo bizni kechira. Navoda hukumat bilib qolsa qanday qilamiz? Bu qonun qilib taqilg'ash tursa. İnim Abdullah, kechirgaysiz. Ahvoldan qaraganda to'yxata ammabsizlar. Shunga bu nikahni o'qishga bo'lmaydi. Ahmadjon sizningcha shundoq. Hozir jamiyatda ba'zi oxun imomlar ozg'ina pulni ko'zlablar. Kim taklif qilsa, to'yxatini surishtirmaylar, berib nikohini o'qib, qo'sh nikohlanish qilmishni paydo qilyotdi. Bunun bilan nurg'un qizlar ham nurg'un oilalar bu xil qilmishning ziyniga uchrab, xoni vayron bo'ldi. Shuning uchun bu nikohni o'qimaganimiz durust. Albatta. Sizlar undaq odamlardan emas. To'y xitinglarni epoplar bizni chaqirsanglar, kelib nikohinglarni o'qib qo'yamiz. Bo'ladi. Kechirsizlar. Choyni ichdik, yeydiganimizni yedik. Ham biz qaytdilar. Shunday qildi. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Rahmatimiz. Biz qaytamiz. Qani. Bo'ldi, uzatmaslar. Qipqaslar. Yo'q, bo'ldi. Biz uzatib chiqili. Ma'qulamiz. Ma'qul Abdulmajidka, Ahmadchinika, Mijidka xafalaşmaylar. Xo'shamsiz. Xo'shamsiz. Har qaysilar bavar qilib aytdik. Rahmat. Xo'shamsiz. Oy. Qani, jo'qirasizlar. O'tiring. Yo'q, siz o'ting. Yo'q, o'ting. Ularning deganimi to'g'ri. Ularmi bizga yaxshi bo'lsin deydi. Aldırgan yolda qala degandek ish bo'ldi. Shuni deyman, meningcha bu ishga ancha aldirib ketmasak bo'g'dak. Singlim Maryam. Bu gap sizning gapingizga o'xshamayli qoldi. Men asli Abdullah bilan bir mezgil sinishib, ondan to'yxat olsaqmikin deyishgandik. Endi hamon oldigan bo'lgandan keyin
Vaqtida evitaylikin deyman ha. Bo'lmaydi. Sizlar meni tushunmaylar. Voy, nimishqa tushunmaydakmi? Rostdan desam, sizni tunji ko'ribla yoqtirib qolgandim. Bu mening texi ballarim bor. Ularning qanday o'ylaydiganligini kim biladi deylar? Men o'ylab qo'ydim. Balalarning onasiga ozroq pul berayli. Hozircha balalarga u igidorchilik qilib tursin. Biz to'y qilib bo'lgandan keyin qachonli bo'lsa balalarni qishimiz ayqvasak bo'ldi emasmi? Yo'q. Bo'lmaydi. Navoda ikkimiz abdishamay qolsak, shuncha jiq pulni qanday to'lab beramiz? Sizlar bizning ishimizga zotlik ko'ngilmayotdilar. Men unda ushuq, ta'tirmijaz ayol emas. Hamma ishni o'z ixtiyorlariga beraman. Navoda men ko'ngillariga yoqmay qolsam, men bilan birga o'tkinlari kelmasa, oylik kelsakmi bo'laverdi-ku. Pulni talab qilmayman. Abdullah, Hoji madamning deganimi xeyli o'rinliq. Bo'lmasa Seni zot ayollarga nima ish bo'ldi? Qandoq degan gap bu? Abdullah, chiqdingizmi? Akilang, ajrashqinimizni xalq o'qib qolmasa. Nikahımı ajrashdik. Hammani dignidak qildim. Aqibati yaxshi bo'lg'ay, ilohim. Men uyda yo'q chaqlarda o'ylarimlarning ishlariga yetishmasam, uydagilarni yordamga chaqirasan. Endi bolalarga nima demoqchisan? Ish qilib rost gapni demasmi? Bo'lmasa ular boshqacha o'ylab qoladi. Lekin ularga deydigan bo'lsang, ko'ngli yerim bo'lib bizni ranjidi-da. Amsi qanday qilamiz? Amal qilib tezroq yenish olamiz. Sizmi u yoqda uzun turib ketmang. Bolalarni yo'qlab uyga kelib turishni unutib qolmang. Menga yordamlashib turasiz. Sening bundoq yomonligingni men hargiz o'ylab boqmabdi ekanman. Yomon? Bu nima deganingiz? Boshqalarni aldab qolmay. Menimi aldidim. Men seni rosti bo'shaqlab ekanman. Mana endi o'z uyim turug'liq. O'z uyimga qaytamaydigan bo'ldim. Men zodi nima qildim? Men zodi nima gunoh o'tkazib qo'ydim? To'y qilib mushkungacha mening sizga 50 qo'yliq bir narsa og'izgan yerim bormi? Siz meni tushunmisiz? Meni endi kim tushundi? Vallahi deymisiz? Bana bu nima ko'ngilli? Voy, bo'ldi, shiqlamag'ana, bo'ldi, shiqlamag'ana. Hammasimiş bolalar uchun-ku. Mübarek olsun. To'y qilyapsizlar. Voy, bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Merhamet. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'linglar. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Qani, elanam. Soqash o'tirma. Bo'ldi.
Elisla, Elisla. Gözlerimi asma. Benim. Elisla. Opa, kuzgum içip gitti. Balam, ben kalın sıyıq etip, andın tamaq etip reisler tapşırğınlan işlanlar. Ukam, yaqindan beri apamның kayfi tas joyida emas. Ula nemiş kaçırışıp ketkendi o. Bir hoptan ötüp atıptı o. Rastını desem, ularning bizga bildirgisi yo'q ekan. Esandimi? Yiliq kuni kechda apam dadam ikkisi qattiq so'qishib ketmadimi? Şun ula yaqindan beri g'alit bo'lib qopti ekanda. Bo'ldi, topshiriqni yoza. Endi sen hayvon qaldırma meni boza qilmagan. Tepe! Mana tepe! Tepe! Mana! Astarak. Elisla, astarak. To'xtab tursa. Mayaqqa. Elisla. Bilemsiz, ben aselden arak içip bakmagan bugün mimarlı ussuzlukka arak arlaştırıp üç küzü ötüptü. Hechnim bo'lmaydi. Voy. Nima bo'ldilar? Astaydi asla. Çıraylık, bek çıraylık. Benim xotnum bek çıraylık. Bilemsiz. Bek çıraylık. Bugün hiç gelmeydi bu. Hiç gelmedi. Meryem Hanım da gelmedi mi? Kündür bakış kep bulup duran bu. Şöyle değme. Boğan bu. Saatin 1'ye gidip.
Şu emasmi? Tünügün sizlarni ko'rdinglar-ku, u dehqon bo'lg'achqa beyosh sodda odam ekan. Keyingi ishlar albatta o'zimga bog'liqda. Anam doim benda oldirgan bilan Xudo oldirmaydi deydi. Har ishning o'z vaqt soati bo'ldi ekan. Shunday emasmi? Tog'amning idorasidagilar uning usuzligiga haraqni qo'shib ishkizib yetibdi. Ta hozirgacha masliga yechilmay tex uxlayotdi. Shundaq qarmoqqa bek temkin gap so'zlarimi o'rinliq ham qoidasizlik ekan. Agar dadam bilan opam kelgan bo'lsa, cho'qim xo'shalib ketadi-da. Shunday bo'ladi. Shu. Shunday qilamiz-da. Hay, men sen keyin telefon qilaman. Voy. Mijozlar yo'qmi? Abdulla? Nim bo'ldilar? Sizlar bu men Obda uxlabdimi? Kechirsizlar. Akşam ular menga ko'proq ishga zutibdi. Sizlarga avorchiq deb bermagandimi? Voy, yo'q. Kechini shunday yaxshi o'tkazdik. Abdullah, mavo kiyimlari o'rinlardan turib, juyinib. Hojimadan Almashtiryapsizlar, ha? Mana. Uningdek choy iching. Men o'lay. Hey. Astagfirullah. Hacimede, helik süt çıkırdın. Oy, ondaq deyman. Endi tuqqan bo'lib qoldik emasmi? Kechirsizlar Hacimede. Meryem edem süt tukununu tekçi aşmaptı. Nima? Süt tukununu aşmaptı? Yo'q. Nemish bo'lgandi? Bo'p demisa. Sinchey demlayvering. Ma'qul. Chaqqan bo'ling. Nima? Meryem süt tukununu tekiş açmaptımı? Aşmaptı. Abla. Ben berip ballarını köygəç, onu yoxlab kelay. Ma'qul. Emiz ikkimiz birga boraylik. Tunugin o to'yga mi kelmedi? Man qarasizlar, sizlar aldirab bormisizlar. Men bu ballarni burun ko'rsatishni xohlamayman. Uning ustiga mahaldagilar so'z cho'chaq qilib qolmasa yana. Nemish so'z cho'chaq qildik? Shahardan bir ojiqinimni boshlab kelib, bizga ko'z-ko'z qilg'in kapti demamdi. Bo'p demisa. Sizlar chapsan juyinasizlar. Men ballar so'z ham tayyorlab qo'yay. Meryem! Abdullah. Meryem. Abdullah. Meryem.
Ben sizlarni unutib qolmadim. Ben sizlarga o't sepray. Meryem, özümüzün kalısının sütüdün birçini ekiline bek işkim kep ketdi. Amına. Ötüyenin bir miyimigen mi? Oy. Bundan ekan dükkanını açmay koymancı mı? Ben bek ensirip gitedkenme. Bundan ekin deysiz go. Qaytıp gelginiz yok mu? Xuda turuptu. Müşkemnin özdüla bu öyden hergiz ketkim yok. Meni aldıma. Ben sizni qachon aldab baqqan? Qog'oz qalam bormi? Nim qilay deysiz? Men shu to'g'riliq qasam qilamanki, 2 oydan keyin bu uyga... Nima? 2 oy? Ems qancha kun? 15 kun. Ha, bo'pti, 15 kun bo'lsin. 15 kundan keyin bu uyga cho'qim qaytib kelaman deb Abdullah. Men. Hay, u qanday qaraq? Bo'ldi, mishkatlarni so'ramang. Hacimede çatak oldu. Abdullah akamda böyle sokatip yaptı, qarlap gitipti. Onu başka yüleştirip ekilip attı. Kıyede. Abdullah akam, astır. Oy Abdullah, kayani sokuvetti. Qayrılıb gitipti. Astarak safağı verip otağızınla. Astarak oldu. Astarak. Xasiyet, çaqqan dak bilen tuxumetçik. Mana. Hech qiz yo'q. Xudoyim. Bek og'riyotamda. Hojimada, boshqa ish bo'lmasa biz qaytaylik. Oy, sizlarga rahmat. Sizlarni avar qilib qo'yibdi-qa. Yo'q, unda rahmat. Rahmat. Ma'qul qo'shamisan. Mana, olib chiqdim. Mishama. Asta. Oy, nadi so'qyapti. Astag'firullah, nima palakatchilikni. Oy, og'rib ketyapti-da. Oy, xudoyim. Azroq chidisizlar. To'liq xijilman. Sizlarga hech chiqib bermay turibla sizni parakanda qilgan bo'ldim. Undaqmi deb ketdingizlar? Ikkimiz degan er-xotin tursak.
Ma'qul bo'ladi.谢谢啊。我要办公机。钱给你了。Mərimədə. Ay, teşlikmi? 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 Teşlikmi. Hacı mədəm qanda qara. Yaxşı. Abdullah akamı yaxşı. Mərimədə öyə kirib oturub paranlaşıb getdin, hə? Qancha qalsız? Yarım kilo bo'lsin. Sizchi? 1 kilo. Mana bu. Mən. Rahmat. Ular chiqishib qoldimi? Ular bək chiqishib ketdi. Mən də salam etdim. Əkeslab qo'yib beray. Ma'qul. Aldırmıslar. Astarak. Bo'ldi, qo'yib paslar, o'zim men paqay. Rastdan yerlandim. Bo'pti, men paqslar. Qanday qilmaganim ekanman? Rastli yaxshi bo'lib qoplar. Cisle. Oy, Məryəmədə. Teşlikmi? Qani kira. Oy, asta. Men chiqib qarab baqay. Teşlikmi Hacımədə? Siz yetdiniz? Yaxşıdırdınızmı? Teşlikmi hazırlı setib bo'lib, yo'qlab chiqay deb kirib edim. Voy, rahmat. Yaxshimisiz, Abdullah? Oy, Xudoyim, bu nemish? To'y chiqing. Oy, nim bo'ldi? Qachon shunday bo'lgan? Xasiyat menga demidi-ku. Oy, Xudoyim. To'yning atisi atdiganda, u sizning do'konni ochmaganingizni ko'rib, ballardan ansirab, sizlarni yo'qlab kelgili ketgan. Qaytib kelayotganda, velosipedlik birisi suv qo'yibdi ekan. Sizlarni ansirab qolmasin deb degizmidi? Jarohatingiz ig'irmi? Yo'q. Hech gap yo'q. Qaraganda nikoyimizga hasad qilayotganlar bor o'xshaydi. Ko'z tekkandek ish bo'ldi. Men qarang Abdullah. Yomon ko'zning xoli bo'lish uchun sirtqa chiqqanda kambag'allarga oz-to'la sadiqa berib o'taylik. Kelgan balo qazo shuning bilan keta. Shundaqmi Maryam Solim? Hech yo'q. 9 kun bo'ldi. Yana 15 kunga qolmay saqib ketaman. Bo'pti. Ig'ir bo'lmasli mayli-ku. Men qaytay. Yana berib baloq tamoq etmasam bo'lmaydi. Mening ballarimni yo'qlab qo'yasiz. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Ma'qul. Ularni bak sig'inib ketdim. Ularga deb qo'ying. Men patarda qaytib borman. Voy. Aman Abdullah. Shundaq. Nima? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi. Boyaq telefon kimdan kelibdi?
Abdullah? Bu yoq kesler. Bayqı telefon yurtlardan kepti. Dadlar ağırıp doktorxana yetib qapti. Doktorxanda? Bak ansirab ketmisizlar. Nim bo'lgandi? Eng yaxshisi berib yo'qlab kelganlar yaxshimikan deyman. Bak ansirab ketmisizlar. Xudoyim shifoliq berib qola. Darhol yo'lga chiqsizlar. Men bilan billa bosli bo'pti-ki. Baray. Men birga baray. Ketdi. Akşam telefon ketdiken aldıraplı ketip kaldı. Nem boğunu men mi bilmedim. Hoş, men ketdim ha. Ay.
Meryem! 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 Sen... Ben huzurlu aydınımda kaçıp geldim. Vallahi kine. Kallah çok. Kallah sikrettin. Allah'ın apatı yapıp koydum. Bu ne mi kızını? Sizden kaçak kaçıp birisiz. Onun dadısı yemini kazak gitti. Siz diye benim eğrim. Ben hazır onun mu yeri? Bu diye sakta. Kim saktıdaydı o? Siz diye 10 netçilik erkutun. Ben onunla bir günlük basım erkutum. Siz de o gerek bundan mı? Sana çok. Sana ben gerek mi zaten bulma. Bu evden kaçıp bile sikemezsiniz. Bu evre. Allah sizi gerekmiyor. Meni sadın nemi kıldaysa? Bana azırak vakit vermemsen. Onun bilen toy kılış kustağımı sen. Onunla ajırış kustağımı yanılı sen. O hazır musibet üstüne tutsa. Meni sadın nemi kıldaysa? Ondaktı mençim. Onu kusunçilik kıvıl böyle dikensiz. Beni nimiş boylap mı koymaysın? Muş çıkaydın beri. Beni onun müküllerini kılgını bilemsiz. Onun hemmesi seni gazaptım. Sana pul gerek emez mi de? Bir yolda da hem pulga hem adem girişemezsen de. Hemsi ben kim için şunda kıldım? Muş öl. Hem bağlarımız için şunda kılmadım. Hemsi ben çok. Ben senin nefsaniye çıkığını kurban olup gittim. Gelin. Onun siz kıpırlarını apırt verin. Apırt verin. Ben namı kallan sitivettim. O benim yerimde bulgu sitival ben de kavga yakın mısın? Hey, bu onlu kaçan beni setivagan. İsminde yok mu? Ben hazır onunla kanunluk erkotun. Bunu sıkmaz bulmam mı? Niyeti bozulgan eski siz gelsiz. O baykutun allı kaçan ki onu çıkıp ağzını şum. Bu ışıkı ben eyiplik. Ben senin gibin kirgeligim için günahın hemisi bende. O bayvas ne boktu? Onu çidim ayvatamsız. Bu namussuz bir şem. Ben ballarım da demesem. Ben üyege berip senin muşkünge koyattım mı? Ben muşu öyne demesem toyunum ertesini putumu zahmilendirulattım mı? Muşudanın hemisi sizler çongu. Ben fakat o ayalığı yüzsüzlük kılanmamadım ben. Acaba mende başka niyet var mı iken? Benim maksadım buraya kaytıp geliş. O yerde paragatı yaşap, bu yerde gurbette yaşasam mı? Ben yanılı işki balığın dadısı. Bu önü manı sen özden terip eden kıldın. Lekin benim o bir güne ayalığı azap egim yok. O diyen günahsız. Abdullah! Süleyman azap verdim diyelemler. Xasiyetsizni, naümidni qo'ymadi. Hamma ahvolni menga dedi. Bo'lmasa hajim, men sizlarga tushundiray. Sizlar ishqillar. Birlashib meni qoqdi-soqdi qildinglar. Yana meni ishonchimni hissiyotimni dafsanda qildinglar.
Немешқа мұшында қылдыңла? Өзіңіз мәжбүрлаған. Мен пөвіріңізді қалтырып апырып берген ғой. Лекін сіз әртеп-шінектеп чың тұрғандыңыз мұ? Лекін мен сізді лайық тұныштырың дедім. Әргіз мұ? Еріңіз маған сөйтіп ерін демедім. Nikah qilamiz, to'y qilamiz degan o'zingiz ku. Abdullah, men sizlarni samimiy, ah ko'ngil yuvosh odam deb o'ylab ekanman. Lekin menda rezil peskаш odam deb o'ylamabdi ekanman. Komiser hacım. Seni mende hülençigi yok. Bir higan ayolni o'zi qildilar, mushqa qalirga hijil bo'lmandilar. Seni shunchoq bag'ir tashladimmi? Gülmüşacım, erimni tillashda nima haqqingiz bor? Bo'ldi. Shunda mening sizlarni tillashga haqqim yo'q. Men nima degan ahmoq, nima degan hamoqat. Men kimgina ishinib ketibman. Bo'lmasa mening turmushim shundoq baxtsiz bo'larmidi? Bo'ldi. Yig'lamizlar. O'rtaslar. Pulning eziq turishiga yo'l qo'yganmi o'zim? Nafsining kayni kirganmi o'zim? Kam aqlli qilib oldi kaynimni o'ylab ko'rmabdiman. Hamma ayib menda. Meni kechirsizlar. Meni afu qilg'aysizlar. Xudo meni yetkichi jazoladi. Tech xotirjam oilamni yo'qotdim. Bir ayolning menga bo'lgan hurmatini yo'qotdim. Xudo. Elimde ikki bolamdan ayrılıp qolmag'ayman. Bo'lmasa hacım. İkkimiz to'y qilib, meni oz kun bo'lsa-mu kutganlari uchun ko'pdan ko'p rahmat. Lekin pul hammaga qodir emaskan. Mo'rt kelganda balay qazo olib keldi ekan. Bu pulni asla Abdullah! Abdullah! Abdullah!
Bu darvaqa bir ko'ngilsiz hikoya. Bir haftadan keyin Abdulla kala sotgan pulni Gulnisa hojimga qaytirib berib, uning bilan nikohdan ajrashib, o'z uyiga qaytib keldi. Halbuki uning keyingi kunlari yana burunqidek tinch, xotirjam o'talamu. Eng oxiri ular zodi nimaga erishdi? Nemini yo'qotdi? Hayatından ketmez hiç ya veya gidil kuşluk çekip kalbini uzman dil aramini ne için sendeki şu şirin söygü basar mıydı bu taşlar beni